Quruq shahar elisida Kungchongji'da Zhuguliangning Simayini yeni bir ishontirib qo'ygan yeri. Simayiniki bu rast bo'ktirim bormi deb ishinib qolganlikki yeni bir muhim bir halqi bor. Albatta bu Kungchongji'ni tahlil qilgan Simayini bilib qoldi deb tushunami? Lekin Simayini mishada ikki bir chu rast bormi deya, rast yo'qmi deya bo'p qolsa anda qo'g'dak. Bo'lmay qilib o'ltirib yanka bo'p qolsamiz yanka degan kelgan. Unda olsa bu yerda Simayinin bu rast nima, rast bo'ktirim bormi deganiga qattiq ishontirib qo'ygan nima desanglar, Zhuguliangning yendi tug'an ikki bola kotib. Ya'ni shu vaqtning o'zida bu ko'nch parchalik haqida qissada chiqdi bu. Men yangisida bundan chiqamabdi. Ko'nch parchalik haqida qissa qarsanglar, Zhuguliang chiqib, tarinchib o'tirgan vaqtning o'zida Zhuguliangning o'ng tarafida birisi bir qilishini tutib, so'l tarafida men yalpigishini tutib turman shada. Shundan Simayi buni ko'rib, mashinaga eng bak ishinib qoldi, mashinaga eng bak dik qilyotdi. Nimishqa chunki bu ikkilisi qarshi kichik bola. Kichik bola degan yolg'onga qilmaydi. Cho'ngbilik qilmaydi. Bulubmi mushtaq vaqtning o'zida. Boshqa sarkardalar undaq turgan bo'lsa, "Ey, matgan sarkarda o'lib ketmas uchun Zhuguliang o'rgatgan bo'lsa, cho'ngbilik qilyotdi" deb o'ylaydi. Lekin odam kichik bolalar qarsa, bu kichik bolalarga Zhuguliang unda o'rgatib, qo'rqma, tamtirma deb unda qilolmaydi. Oyshtaq degan sirbak tamtirab ketdi kichik bola degan. Degan sir jiddiylashib turib, chuqum chandırib qo'ydi. Lekin qarsima ikki bola kart deb ajoyib tamkin, qilchi hech bo'lmaydigandek, u kelgan qo'shilgan poqqa arzimaydigandek ajoyib tamkinlikdan turibdi-chu. Shular Simayi qarab, "Hey" deb mash ikkisidan gumonlanda Zhuguliangga jonbilik qila olsin. Mash kichik bola chataqchimi? Rast bo'ktirim bo'lib qolsimi? Yana ziyon tatqidakmi? Eng yaxshi qilganini qilsa deb ketib qoldi. Shundaqmi Kungchongjining boshqa tahlillarini qilgan biz. Ham shu tahlillar o'yin chiqarsak, Simayiga nisbatan qandal bo'lsa hujum ziyon-chu, bo'ktirim rast bo'lib qolsa, aniq ziyon tatib o'lib ketishi mumkin. Bo'ktirim yo'q bo'lib hujum qilib Zhuguliangni o'ldirib salsa, yenib qolsa Savril buni saq qo'ymaydi. Shuning uchun qandal qilsam ziyonga ketkinim eng to'g'ri tanlash kerak ketgini mushada. Tushunolami? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni bilan qilib birdan yaxshi yurak urib qo'yinglar. Kechirish bo'jenda davomli fikrlashimiz. Rahmat.